Bu jentramizdan usti kir bo'lsa ham, lekin ichiga naramanli pul tiqib qo'yilgan. Ko'rchanglar vashli maza qilib qilgan ishlarimizni ko'rasizlarmi? Lattali joylarni alikantara bilan, koja bilan kombinatsiya qilgan holatda tikib berganmiz. Keyin mana bu akaprit batonlarni yonini ham qilib berganmiz. Ko'rasizlarmi? Qanaqa derski qilib vidlarni ochib beryapti mana. Xudo xohlasa idealni chiqdi. Keyin salon qismida bularga tablo podsetkalarni BMW dizaynda qilib berganmiz. Ko'rasizlarmi? Sirkalar pastga osilgan bo'ladi. Barlari, pechkalari, xudo xohlasa hammasi idealni darajada chiqdi. Xullas akalar, podsetka, koja, mashinaga tegishli nimaiki xizmatlar bo'lsa, inshaalloh bizga murojaat qilsanglar, ishlarni o'ylaganingizdan ham chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Bizani kuzatish davom etinglar, Milliy Tuning xizmatinglarda.